أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على تعدي الحكم منها إلى غيرها. İslam ümmeti bu yuqorqi hadisda tilga olgan 6 turni tahlil qilib, bu mol-mulk undan shu mulohaza qilib ma'lum bir illat bekitsak, bunun illatini boshqa yerda ko'rsak bilan mush qatorda sanasak bo'ldi. Ya'ni boshqa narsani mush qiyos qilsak bo'ldi. Ya'ni bu 6 turlikni mush 6 turlikda mush jazoni bo'ldi, boshqasi bo'lmaydi deb emas. Shu chaqdagi arablar ko'pincha mush 6 turlikda muomala qilgan bo'lishqa bozorlarda 6 turlikni misol tariqasida tilga olgan. Bu mushuni mahsur deganni bildirmaydi. Bundan boshqasimi illat bekitsak, qiyos qilsak bo'ldi deydi. Mushuni ijmo qildi deydi. İslam ummati mushuni illatni boshqa mol-mulklarga o'tkazib turib, ashularni mush qatorda sansak bo'ldi deganga ijmo qildi. İlla ma yurwa an Osman al-Batti va Davud al-Zahiri. Faqatdan Osman al-Battidan va Davud al-Zahiridan bu 6 turlikka boshqa narsani qiyos qilsak bo'lmaydi degan rivoyat keldi. Va la i'timad alayh. Bularningki mush masalalarga qarashlarini hisoblanmaymiz. Ya qaraydigan bo'lsak, ulamalar ash hadisda 6 turlik narsani tilga oldi. Mush narsani o'zining jinsiga almashtirishda 2 shart qo'ydi. Tam bo'lish lozim, naq bo'lish lozim deb. Shunami? Yani buni jinsi o'xshash bo'lmasa, lekin illat bir deb qarasak, masalan, pulni pulga almashtirgan vaqtimizda jinsi o'xshash bo'lmasa, masalan, dollarni oltinga, oltinni yenga, yenni realga degandek, bunda bo'lib qolsa, naq bo'lish lozim, lekin ko'plab kesilmaydi. 100 dollarni shuni 600 ko'rga tekshirmas. 600 ja 100dan. Lekin naq bo'lish lozim deydi. Buğdayni xomini tegishgan masalalardan shunda. Bu 6 tur nimadan iborat? Oltin, kumush, xurma, buğday, arpa va tuz. Ana bu yerda kitob bayon qilgandek, ana shu 6 turdan boshqa narsani mushuninga qiyos qilsak bo'ladi, illatda bilib qolsa degan masala ixtilof bo'ldi. Bu nayt yengil xilofimdi. Bunda boshqa qarash to'g'riligini yo'q chiqarib ijmo qildi deyasin bo'ldigan yoki bunda qaraganlar bo'lgan deb qo'yib olimlar ittifoq deb o'tib ketsin bo'ldigan bir qarash. Hal bunda qarasanglar yana jurist bir yerda qolgan. Misha ixtilof bo'ldi. Bu ixtilof hozir qaysi doirada? Qarz berib turib, o'sim bilan ilish deganimda ixtilof yo'q. Ribol qurdi emas, Ribol qurdi zot Osman al-Batti, Davud al-Zahiri hammasi ittifoq. Hozirda qarasa jazonda bir ixtilof borligidek bunda tuyulib qoldi. Jazoning u turda ixtilof yo'q. Hozir mushu asnaf sitta masalasida ribol fadl va hokazoda mushuni almashtirishda boshqa narsalarda mushuga o'xshash bo'ladi degan masalada ixtilof bo'ldi. İcma degani ikkilanni ijmo masalasida buni qarshi fikrda olsa ijmo daxl etmaydi desa ijmo deymiz. La yu'taddu khilafuhum desa. Yo'q, buni hisob qildi qator bo'lmushil desak, ijmo yo'q, mutlaq ko'p sonliq jumhur deydi. Lekin dalil bilan bunun qarshi bitishtirib ketib qolsa, yana ham hisob qilinmaydi bundan ixtilofi. Shuna shuzuz deb qo'yamiz. Undagi niyatga ixtilof o ribol qurud va hokazoda emasa, mush 6 turlikka boshqa narsa qiyosdan degan masalan ixtilof bo'ldi. Davud Zahiri, Zahiriylarning peshvosi va undan boshqa Zahiriylar riboviy narsalar shu 6 turlik deb qo'ydi. Nima uchun? Zahiriylar aslida qiyosni e'tirof qilmaydi. Usul istidlolda al-kitob va sunna, al-ijmo, al-qiyos deb qilamizga
Qiyas degandan shundan e'tirof qilmay tashlab o'tdi. To'g'ri, qiyas bo'lmagan ekan, bu yer hozir qilmoqchi bo'lishni qiyasda. Misha to'xtab qolma deydi. Shundan masalan bu 6 turlik bor desa, buning nazarda mol-mulkdan masalan bir tonna tümeni almoqchi taq yo'q. Ya bir tonna guruchni almoqchi taq yo'q. Hada qamh wal bur. Shoir dedi-ku, guruch degan ekan, bu dori kirmaydi deydi. Lekin jumhur ulamolari illati qarab, mush illat tepiladi ekan, illatni bekitishda bu jumhur ulamolari o'zlari nurg'on ixtilofni qilib ketdi. Necha xil qarash bo'lib keldi, lekin illat tepildi deb qarasak, cho'qim bu hukm boshqa mol-mulkni o'tib ketadi deb qaradi. Amaliyat qarayolmasak bu hadisda mush 6 turlikdan boshqasi ribo yo'q degan gap yo'q. Mushuni ba'da shu jamiyatda shu chaqda muomala qilib kelayotgan narsani ham bayon o'tib ketdi. Boshqa o'shanga qiyos qilingan deb o'rnak ko'rsatgan hisobda. Buni shunda ekanligini ko'rsatgan bir dalil Imom Muslim rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda at-ta'amu bit-ta'ami mislan bi-misl. Ta'am degan oshni ko'rsatdi. Oshlik mesela guruch, qo'noq, hokazo olsa hammasi mujdari kirgizsa, o zahirinninki va qiyos qilmaymiz degan gapi shunday tushib ketdi. Sahih Muslim rivoyatida. Ana qiyos hujjatda dalillar qatoridan deb qaragandan keyin ondan buyon boshqani o'shani qiyos qilamiz degan gap ondan keldi. Zahiriylar qiyosni inkor qilgachqa to'xtab qoldi. Ya Osman al-Battiy'de shunday rivoyat qilindi. Osman al-Battiy bu qiyosni inkor qilgandan emas, qiyosni e'tirof qildi. Lekin zahiriylardan farqi jazo masalasida qiyos toza joyida bo'lmay qoladi. Ya'ni bu qiyosni tatbiq qilgan vaqtimizda jazoni babida natijaga toza ko'ngil xotirjam bo'lmay qoladi. Bu qiyos joyida bo'ldi deb bu hamisha to'xtab qolmaydi degan. Zahiriydan farqi. Shundan keyin uningdan boshqa hadis ilmgan narsalar ajazlik altida qilib qildi. 1 tonna guruchda 2 tonna guruchni almashtirib bo'ldi degan. Hanbaliydan Ibn Aqil shunda qarash bo'lgan. Ya'ni qiyosni bek ojiz bo'lib masalasida shuna qiyos qilmaymiz deb. Shabildan masalan Ramli misharam qilish ta'abbudi illatini qilolmaydi. Şu qiyos qilolmaydi degan. Ya şu 4dan da zahiriylar qiyosga kelmaydi. Ya şu zahiriylarni sizlar qarshi ittifoq doirasidan chiqarasizlar. Mush 4ga ittifoq kelgan samolyotda deyarlar. Zahiriylar buni gapi hisob desalar qiyosni min al-adilla al-mukhtalaf fiha. Ama bu Osman al-Battiy dedi. Osman al-Battiy kim? Osman al-Battiy Osman ibn Muslim bu tabi'inlardan qaraldi. İmam Anas ibn Malik'dan hadis rivoyat qilgan. Yani Hasan Basri'dan rivoyat qilgan. Hasan Basri ustoz hisoblanadi. Basri'dagi mashhur faqihlardan. Tigi Kufalik, lekin Kufadan Basriga deb shu yerda yashab qozi bo'lgan. İmam Abu Hanife rahmetullah aleyhi bir hadisib İmam Abu Hanife Risalada İmam Abu Hanife Osman al-Battiy'de bir risalada akide meselelerinde İmam Abu Hanife'nin burjiya degandek bir gap anlab hadislarga ona javob bergan. Basrda qodi bo'lgan. Yani hadis rivoyatida ishonchli faqih imomlarning birisi 143-yili vafot bo'lgan. İmam Zahabi qalilul hadis lakinnahu min kibaril fuqaha degan yana bir kitobida Tarixul Islomda yoki bir kitobida fiqh imom degan. Bu ahli sunnaning ishidagi mush İmam Abu Hanife, Thawri, Abu Thawr, Avza'i, Ibn Abi Layla, Shafi'i, Abu Hanife, İshaq deymiz bu. Fuqahal amsar deymiz bu. Her şartda tanılgan imamlarning birisi. Lekin unda Rabi'atul Ra'ida, İmam Hanife'dek bazı ray fikirning o'tkirligidan tanilgan imomlarning birisi. Yani bu unda bir qalayliqan chatqava bir nima odam emas. Ahli sunnadan ishonchli ulamolarning birisi. Lekin aslında shuzuzatlar var. Ba'zi masalada ayrim chiqiblar, mana demayman deb turadigan. Ba'zi dalilga tayinda, ba'zi dalil bizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Chunki buning kitoblari va shogirdlari buni mazmun tutib bizga yetkazmagan bo'lg'achqa shunda bo'ldi. Davud Zahri, Davud ibn Ali ibn Qalaf
Bu mu katta imamlarning birisi. Al-İmam al-Hafız Abu Süleyman al-Baghdadi al-Asfahani. Anısı Asfahanlı. Nurul kitapları var. Onun 5 kitabı var. Her birisi 5-6 mücellettin. İmam İshaq ibn Rahaway'dan hadis rivayet qilgan, ders algan. Abu Thawr'dan mu ders algan. Lekin İmam Şafii'ga nayet mutaassillik bilan İmam Şafii'ni yaqlab turgan. Lekin mush qiyas masalasi bilan qiyasni e'tirof qilmagan. Bu İmam Şafii'nin kim İbtal istihsan bir kitabı var. Umumdan şirki bir bölüm bo'lishimken kitab İbtal istihsan. Olmuş İmam Şafii'nin mush istihsanni batil deydigan delillerini hammasini talab etsam qiyasni batilga chiqaradigan delillar ekan. Qiyas batil. Ma Ibn Hazm az-Zahiri shunki mazhabini yashatgan ulamo. Bu 270-yili vafot bo'lgan. Elmas Davud az-Zahiri Osmanlı Batı deymiz almışlar ulamaning ba'zida bunda gaplar chiqib qoldi. Zahirining unda qaraydi, Osmanlı Batı unda qaraydi deb bunday aytdi. Shaz qarashlarini yoki jumhur ulamaning orasida bunday qarash bo'lganligini kitobda zikr qilib qo'ydi. Yani ulamalarımız mush ahli sunnatdan bo'lgan shunda fuqahoninki qarshi fikrda, boshqa fikrda bo'lganligini biz hisobga olamiz, ammandik. Bu masalan u boshqa chiqargan bo'lsa, boshqa butun ulamalar boshqa chiqargan bo'lsa, bu masala ikki xil qarash bor demdik yoki uniki hisob qilmaylam, ijmo va deytamdik degan masalada ikki xil qarash bo'lib qoldi. Ba'zilar buningda bir amminda deganlar bor deb qo'yish uchun akab qo'yamiz, lekin buni xilofi hisobga olinmaydi deb qarag'anlar bor. Bunda qarasak, buning aslida qarashlari ba'zi dalillik, kuchli qarashlarimiz chiqib qoladi. Ba'zi normal qarashlar, ba'zida tayinli qarashlarimiz chiqib qoladi. Ammo hisob qilmaymiz deganlarda masalan İmam al-Haramayn, Shafi'i İmam al-Haramayn, Abu Ishaq al-Isfirayini degan ulamalar bunun qarashini parvo qilmaydi. Bunun qarashlarini tadqiq qilib o'tamiz, bundan tashlaymiz. Bu Shianing furuatdagi qarashlardek Rafidaga o'xshash ayında tashlab qo'ymaydi deganlar bor. Lekin ulamalar bu insof bilan muomala qilsa, buni qarta, buni yaxshi qilganlari yaxshi, yomon qilganlari xato ketganlari xato. Dalilli qarash lozim. Masalan, qiyas jali ya bir aniq nas mushundan xilof holatda bir gap bo'lsa, bu chog'da hisob qilmaymiz. Qaraqmasa bo'ldi. Lekin bir sayyidisga yoki sahobaning so'zlariga sahih kelgan bir mu'tabar dalilga tayinib turib bir qarshi o'tirgan bo'lsa, uning qarashiga rioya qilish lozim degan. Zahirining arxil g'alati qarashlar bor, masalan, qiyas qilolmaydi deb. Al-bawl fil ma'ir rakid bu ko'lga, turg'un suvga kishi taratilib, keyin uni jo'nsa bo'lmaydi deganda bir nima kelgan bo'lsa, kishi taratilsa bo'lmaydi. Lekin bir tunda 10 litr suvga kelib to'kibsam, uni jo'nsam bo'ldi. Ashunda bir nima gap bir bor. Qiyas qilolmaydi degan ekan. Ana bu Davud az-Zahirining mushlarninki shu riba masalasida mush 6 xil narsaga boshqa qiyas qilolmaydi degan qarashlarmi hisob qilinmaydigan qarashlar dedi İmam Zahabi. Insof bilan muomala qilgan ulamalar İmam Zahabi bularning shu riba masalasida 6 tur narsa qiyas qilolmaydi degan hisob qilinmaydi. Maktab degan vala atimad alayhi degan shu İmam Zahabi degandek buning xilofi hisob qilinmaydi. Bundan bunu mandar falan mandada qargan deb hayron qilish uchun yoki munda shunday bo'libdikan deb manda bir deb qo'yishni akasak bo'ldi, ammo buni hisob qilib o'tmaymiz dedi. Mana va kullu mas'alatin lahu addadaha nassun wa sabaqahu ilayha sahibun aw tabi'un fa hiya min masail al-khilaf fala tuhdar degan İmam Zahabi siyara alamini biladi. Muşu fuqahalar qatorida masalan Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Thawri, Abu Thawr, Ibn Shubrima, muşu fuqahalardan boshqa ismi to'lchiqadan Abu Bakr al-Asam, Ismail ibn Ulayya, Abu Huzayd al-Allaf, Bishr al-Marisi, shunda Mu'tazila, shunda ba'zi bir fuqahalar ansar deb tanilmagan, ammo shunda har turli ahvo
daiz kirib qolgan ba'zi olimlar bor. Unikini e'tirof qilmaydi. Abu Bakr al-Asam, İbrahim ibn İsmail ibn Ulayya, Bishr al-Marisi, Abu Huzayl al-Allaf, mesela bununki bazı qarashlari usul fiqhda chiqib qolishi mumkin, fiqhda chiqib qolishi mumkin. Bunu hesaplanmaydi. Lekin fuqaha ansar bo'lib qolsa, Ibn Shubrma, Osman al-Batti, Ibn Abi Layla masalan. Shular qolsa buning xilofi mu'tabar. Bundan boshqandan Xavarij, Rawafid, her türlü qatında ashab-ul ahva ve bid'a bo'lib qolsa, uning xilofini hesaplanmaymiz. Çünkü ular şirzimatun ahl-ul ahva ve bid'a la yu'taddu bi mukhalafatihim ve la bi muvafaqatihim. Mesela Şii alimleri bunda qaraydi, ya bunu çoğun bilib bizden icma'mizni kuchlantirish uchun uni akilib parvo qilmaydi. Muvofiq kelsin yoki xilof bo'lgan bo'lsin, uni til qilib o'tmaymiz. Bunda qarasanlar o'sha hadislarda la'na akil riba ve muvakkilihi deyish. Ama muvakkilihi yani muakkilihi yeyguchi ve yeyguzguchidir. Bunda qarasanlar derken meselesinde öyünü setib algan, yani maşinini setib algan kişi cezanı yeygüzüdü. Bankaga ösüm bilen tüleydi açıklığını. Cezanı yeygüzüdü diyen de hareket oldu. Şuna xatarlik şey. Bir yerde kullanıcılıktan iş var mesela. Mesela kullanıcı değil mi? Eğer üçer kullanılan iş var bir yılda. Eğer biz aslında 100 bin koy pul to'lab qolgan 50-500 bin koy pulni nesih qilsak, bir yil ishlasizlar, pulni egasdan 1 million pul tushishga ehtimoli bor. Endi bunday bo'lsa ne bo'lmaydi? Bu ehtimoli bor. Balki pul topolmay, butun vadojining vagidan pulimiz gadan tushib, butun sarmoyada olib qolishi mumkin. Ha, unda foyda bo'lgan taqdirdimi? Ziyon bo'lmay foyda bo'lgan taqdirdimi? Bu Allah Taala jami e'lon qilish iborat ish bo'lmaydi. Foyda bo'lsin, ziyon bo'lsin. Yani müşrik ise ahirda bu pul tapkan takdirinin bereket yok olur. Her türlü yollarla o pul tuzuk izanıyor. Çünkü bazı ulamalar ne ayırıp bakkan. El-qardul intaci vel-qardul istihlakidir. Muhtaç adam cenni bakanmaya kalsa bununla aynı cezanın hazır olsa bu istihlal. Şimdi kendini şuraştığı ibaret, muhtacını tayadı kıstaştığı ibaret fırsat parasılık dedemez. Bu ayrım haram. Lekin birisi zavod qurib, adamni ishlatiblar, buni pul tepib, iqtisodni va buni ishlab chiqarishni gullantirmoqchi, buning chatoqi yo'qda deb oyinda shubha qo'zg'aldi bor. Lekin bu hammasi hurtsa haram qilinib ketgan narsa. Qardul intaji va istilaga uni ayirish yo'q. Hozir ham bunda qarasak, jazoni yeydiganlar asosi bir xil o pul egalari. Hozirda o'simlar bo'lsa lekin cezanı yüzgüçe çıkır. Birisi o pul egeleri bo'lishi mumkin, ihtiyacı yok. Zöründe ihtiyacı yok. Lekin kolda 10 milyon var. Yani 100 milyon elib 110 milyonda zat mağdumoqchi. Ha, bu bunda adam bo'lishi mumkin. Yoki muhtoj bo'lishi mumkin. Muhtoj bo'lsa-mu haram. Muhtoj bo'lmay tijoratning kengroq doirada cho'ngroq tijorat va zat mağduray sanoat bilan shug'ullansa u haram. O'xshar. Faqat bir holatda oyat deganda illa matturtum ilayh degan doir kirib qolsa, ashuni jazoni jazo muomala qilmasa o'lib qolgan yo to'nlab qolgan bo'lsa, u chaqda shunchalik miqdorda jini saqlab qolgan qadar cho'shib yeysi bo'ldi degandek doirda. Endi unda holatga bir kim chiqmagan ahvol yo'q. O'simsiz bo'lsa bu o'simsiz qarzning tafsiloti bor. Hozir masalan shunda o'simsiz qarz degan gaplar bor. Uning masalan birinchi parvardoshni tushun. Ikkinchidan shunda manchilik muddat deydi o'simsiz. Uni lekin to'layanmay kechiksan o'simga deysan. Bu tarafdan ribal jahillikda tushadi. Ribal jahillikning bir turi ama bunu bir yıllık kazıp duraydı. Yahudi mi ona ite jirak oylaydı. Bir yıllık kazıp duray. Ya ki şu olmayan çağda, komunu üzgen çağ kadar okuray deydi. Ve bunu kitip o komunu üzgen çağda
ko'pincha holatda qarzini to'layolmasligini biladi. To'layolmagandikan, uni to'layolmagandikan, o'sha manchak o'shan, bir o'simni oldida shundan destidan. Ribo jarida shuda shu. Ammo masalan, 3 yildan keyin bilaman pul topgan birasa deb bu bankka anda uzun so'z yutgan bo'lsa mayli. Nega unda qilmaydi? Asayda shayximiz tamomlash ribo babı kelganda masalan bir odam tijoratga yo'qkan hech qanday agar u pulni o'qishdan shu bankka o'qib nima asbotda davom etmoqchi. Hozirda shu jazo nimada biz ma dalillar masalan oyat va hadislarni akalib qo'y. Buni akalishdan maqsad nima? Birinchidan buni nurg'un dalillar borligini bir ko'rsatib qo'yish. Ikkinchidan bunu bir va'z nasihat edish. Uchinchidan bu darsimizni biz hozir amaliy hayotga bir bog'lash. Hani qaraydigan bo'lsak, endi fatvoda shunday gaplar o'tirib qo'ylab, o'ynaganni chiqardiganlar bor. Musulmonlarningki bunda hech qanday medida qilolmaydigan mujdoyatni asta bellanishib bo'shishga tirishayotgan bir nim bor. Endi qarasam aslında şu azaldan burunqi sabiq Şeyh Tantavi şu banka o'simi halol deb shu odam shunday bir gapni o'tirib chiqarib, o'tirib chiqargandan keyin bunga ulamo raddiya berib, uni qo'shayotgan bo'lsa-mu, lekin men Misrdagi shu halol segulti degan ash tarafdagilar, masalan shu Ali Jumali shunda odamlar bunda kesitlam aş bir Şeyh Tantavi bu halal deb qo'ygan bo'lg'achqa bu aslida mujma'an alayha haramlik aslida ig'ir jinoyat kelganmi shunday bizsa kalla so'glab qoliblam bu holatda deb qolsa fiha qawlan dablam xuddi burun qo'limola Abu Hanifa bijada Shafi bijada ikki xil qarashlar bu mujtahid imomlar ikki taraf bo'linib ketgan bir masaladak qilib muxtalafun fiha aylantirib andan lil muqallid an ya'khudha bi ayil aqwali sha'a dablam. So aş cezandan tapdan aş o'sim bilan sen hajga borsan bo'ldi, tutadi. Endi deydi. Bu bir odamimiz izqilab ya kalla so'ylab qilib ya boshqa birisini ta'sirda bisin sizqizirib qilib bir narsani deb qolsa u shunlarga muxtalafin fi bo'lib ketadi. Masalan, al-khamr haram. Bunda ijmo var shunami? Namoz farz, bunda ijmo var. Ama da ketib o'lim oldimizsa ezib tizib masalan, ya khamr degan haram emas bu. Deb chiqdi deydi farazan. Ham shunlar ashula deyishlar bu muxtalafin figa aylanib qolamdi. Aylanib qolmaydi. Bu mumkin emas. Shu usuliy bahsimo bir ijmo qilgandan keyin yangi bir qarashni o'tirib qo'yish bo'lamdi, bo'lmamdi, o ijmoning keyin buzg'ilalam deganda talash tartib. Bu hech qanday medilat qilib bo'lmaydigan ashunda bir doira. Buni hamda bunda da tikanda bilan o'zini qo'llab shu bo'yicha amal qilmadigan, o'zini qo'llagan. Alloh taolo qo'llamaydi. Bunda qarashlar yani 5 yil o'tsa, bu qarashlar ega chiqarganlar islar o'tib ketsa, axlat yo'qolib ketgan. Şu banka o'simi seni qaram. Ribo jahiliya, Qur'on Karim meni qaram degan doiraga kirgan ishlarimiz. So'zsiz qo'shmoqchi Müştaksisinin harcını gelmem. Taksit edilen muamele buluş halal. Biz ötken dedik o ehli sünnet karşıda nesi soğuduk ise buludu. Nesi soğudunun bahsi naksodun ürvası buludu. Setap yok. Yani nesi yok andiken bunu bölüp basın ya ki bıraklan bir katın basın okşaş. Aş bariranın vakası da mı? Neçe karalıya bölüp verişken mükatebe kılışta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'den savtını, dudun savtını rahan koyup durup arpa kazanmış zaman. Belki şu kaz karallık oluşun ki bırakın birden buluşun mümkün. Bunların ki ahli sünnet karşıda şedap yok. Hem de şedap nereden kıldı? Aynı karallık değişti. Her ayının birincisi 500 koydum da. Bir yıl töreysiz dedim ha. Yani ki aş karallık keçik kasının bulmak için aş toxtamda şunun kartan indeydi. Şu boyusu keçik
kalsanız, birincisler vermeyin. Birer öte gidip kalsa ya 5 gün keçip kalsanız, bunun bunda ösün bilen kalitesi deyilgen toktan var mı? Ya ki, şunda keçkenlik lan tavarıma kayıtıp alıma, burun pulunumu kayıtmayma deyilgen bir şarttan mı? Anın karıştı. Yani bizim İslam dinimiz boyutu olsa, aynı kararlılık olsun, ya bırak lan kayıtıdan olsun, deyişken vakti birenmey kalsan, ana kılgan gel. Şimdi mühletlerden gel. Saklarım. Ya ki, bek çizap bulanmasa, ne vardı o? Kaziden aldı vardı. Kazı o soğudun bekağılı, ekler tavarında tatılıp, burun baygan kullasın, kanda bitirip sıktırıldı. Lekin onda ösüm bilen, şartlı cezayı bilen, onda mıkılış yok. Peki ağzın tohtamda kararlılık setişilip kalsa, aşında bir şartlını koyuşu mümkün. Aş şartını koyuşulan bu çatak dair taraf üzülündü. Bu olmasa kararlılık çatak olur. Şart muhakkak olsun. Şartlı cezayı diyen, şartlı muhakkak olsun bulmaydı. Mesela tavarın. Soğududan kalktağın kaydı olup kalsa, bununla şart ceza kısı bulmaydı. Lekin, silemezsen bir münakes pilotlardan bozdular. İş sahibinden işine geçip duruşlar değil. İş geçip kalsa ceza koyusu oldu, pul geçip kalsa ceza koyusu olmaydı. Mesela size bir tamçı, bu şu öğüne tamçılıkını kılıp, sırrılap, akatıp, bir aydan ki bana tapşırışını deyişler. Bir aydan ki oğlanın toyu var, şunu uygumuzu olmaydı, keçip kalsa, keçip kalsa, bir gün keçipsen şakınlanmayma. Ya bir gün keçikeni 5 koydun, cezasını istemeyle. Andan işini vaxtından kısıp durğanı buldu. Köpçülük alımlar mı şunu meyli dedi. Yani işini keçip duruşka ceza şartlısı buldu. Tez bununla keçip duruşka ceza şartlısı bulmaydı. Bu cezanı oldu. Bankına işine İslam onlardan kurdu. Zaten bankına bunu Müslümanlar amal kılın bulandılar ki bu bankına Müslümanlar ki ana dairesini çıkarmış gerek. Hazırki banka kurulması cezanın üstü kurulgan. Bu sistem aslında. Bu banka kuruluşta aslında kazanıp ösüm bilen pul ağıtış kılan, ziyan dağıtmay paydalış kurulgan. İslam nasıl olsa, Benkil Qardil Hasan degenim var. Bunu İslam dünyası tecrübekler İran'da, İmarat'ta, Mısır'da Faysal Banka, Mısır'la Sudan'da, Dalal Berke, Şirket İstihbarat İslamiye, Moşuda sınaq qilib o'sinsiz bankka qilgan. Lekin hozir xalqaro bu sistem ichida bu kuchli islom davlati harbiy va iqtisodiy kuchi bo'lmasa, u cho'ngning orasida yengillik qilgan. Ham yashayolmaydi. Masalan, shu bankada mudaraba nimasidan yo'l qo'ygan. Bu 70-yillardan tartib Mısır Faysal banki bor. Ve İslami Bankada var. Bular aslında kuruluşta İslami Bankada kurulgan. Bular şunda qaz verip, mudarebe şekilde qaz verip nima qilib mağdı. Zavod qurmoqchi bo'lsalar 5 yil $100,000 sizlarga berib turma deydi. 5 yildan keyin sizlar o'zingizga qaytarib berlar. Va shundan bundan ilib manga. Lekin uning aqlida kuch bo'lmagan ekan, asosda bu bankadagi nazorat ojizlab, shar'iy nazorat. Asli bunu şu bankada hem shar'iy ulamalar, şu hem ishni nima qilyapti, shariat qilolmasini deb ko'z turgan holatda qilgan. Keyingi ulamalar tashlab qo'yib, asta nima qilganki, u bankalar asta o'sha jazoni dairasiga kirib bilan Cennet banklarına aylanıp ketken. İslami bankada geldiğimizden. Onda bu cezanı bankalarına Müslümanlar koldaki pulunu faydalanish için, bunu qo'llash için cezanı banka qarşı bir tarmoq açıp far'il muomalat İslamiy deb qo'yib, biz İslamiy bundan qilmaymiz deb pulni qo'llab olib, yani cezanı lekin ondan qo'llash qanday qildi bo'lsa, aslida $1000 olgan bo'lsa, $80 payız qilgan bo'lsa, 8% payız qilgan bo'lsa, ana Müslüman qo'llash uchun $2 payız chiqdi, $6dan men chiqdi sebab ana. Adetki cezadan jiqroq paydan oldi, ular amsan $2 chiqdi desa, İslamiy muomala bo'lgan ekan, jiq payız chiqmay qolgan o'xshaydi. Halol ish qilganda qo'llanib o'zi bo'lmagan. Şu far'il muomalasam bo'lsa, qo'llashni iborat yolg'onimiz. Eğer bundan çağırırsa şeriatın biri
Üçüncüsü qaz verish işlemesine yol qo'yarlar. Qazning kashin savabı chiqdi o. Qazning 18 yilsi savabı vardı o. Qaz berganligining aslında fazilatincha bayon qilgan bo'lgan ekan, qaz versa bu bir chora. Qaz bermayman. Mana foydaga nima qilsam bo'ldi desa, mudaraba chorasini o'tirib qo'yar. Mudaraba tuzumi orqali oshqolni ishlatib, foyda chiqsa, ziyon chiqsa, tan tortilganga u bank. Shuni ular noldi. Agar bankka desam, islom davlati qudratli holatda dast turgan chaqda shu chaqdan bankni qurib, amnishni qiladi. Lekin hozirgi holatda mumkin emas. Aslında bank qurganligini ko'pincha Yevropada qurganlar borda musulmonlar. O'zimiz bank qursa, har cho'ng boylar 100 million dollar sarf qilib uni qurganlar hammani tutib qilib jo'shtiradi. Bu bankka orqali sen terrorchilardan birisi unda qalpaqni keltirib qo'ygan jo'shtir. Bundan da hozir unda bankni qilishga qo'ymaydi herkes. Şuna da köpünçe şunda cık qazilib bir iş qilay deganlar, qo'lda ba hisobdan kamroq dairada shu qatisa 100 million pul adam, yani 500 million qazilib cho'ng bir ish qilsam deb, undan da natija qanday oldu qilim. Ama bu jazoni hozir nurg'un muammoga sinib ketildik. Kredit kartda emas aslında. Her türlü işlerin sanırım buna ve Türkiye'de geldi bir adam o cezanın kımmayında yaşattığında mümkün olmaz. Yaşanmadan ne yakın. Hatta işçine sigortalaysa işçi bir dükkanda bir zavod işlayotgan bo'lsa, buna xo'jayini şirket sigortaga bağlash lazım. Xuddi yutib mashina olsa, shu mashinani sigorta majbur sigorta qilgandek. Unda qilmasa, bu odam ishlanmaydi yoki xo'jayini zavodni to'xtatish lozim. Boshida albatta jazodan qutlanmaydigan holat terlashib ketdi. Hozir bizning uchda bo'layotgan so'zlarning ko'pinchisini yasangda fasil so'da jazoni aralashgan aslan mujmallarida so'zlar. Altın ticarette nesiye bulatı tazirledim. Altın dükkanları bizimlerine ekip verip iş güçkenlikken polisine aldığan da işte bu müşerriban. Wallahu a'lamu bis-savab ve ileyhil merci'u vel ma'ab. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.